Assalomu alaykum. Veloshop Uzbekistan kanalining obunachilari. Hozir yangi model Pelvolis modellaridan sotuvga olib kelib qo'ydik. Endi sizlarga buni narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Narxlari va ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Endi birinchi o'rinda e'tibor beradigan jihatimiz ramalari bo'ladi. Bu tomonda maxsus baklashga qo'yish uchun joylari mavjud. Endi bu qismiga kelsak, turganingizdek temirdan bo'ladi va ikkitali bo'lgan hisobiga ancha baquvvat va qalin. Mana e'tibor beradigan jihatimiz, bu modellarimizda motoriga 3 ballon bilan jihozlangan bo'ladi bu modellarimiz. Oldi tormoz qismi va oldi temir qanotlar bilan jihozlangan bo'ladi. Tormoz ruchkalari va tormoz troslari, tomon va stoplari va jiring-jiringni ham originalni qo'yib qo'yganmiz. Turibsizlar, endi orqa qismi juda yumshoq dizayn bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ancha sportivli ham yumshoq egarlar bilan jihozlangan. Endi bu tomonlari temirdan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bagajniklari ramadan chiqqan original temirdan bo'ladi. Ranglarini ham ko'rsatib o'taylik. Original zanglamaydigan kraskalar bilan jihozlangan. Endi tomonlari ham ko'rib turganingizdek ancha baquvvat. Turishi hozir 150 kilogram yerdagi odamni bemalol ko'tara oladi. Ballonlari ham baquvvat, orqa tomonlari ham ancha narsani ko'tara oladi. Bu modelimizni yana bitta xususiyati, old tomonlari sashnilari juda chiroyli dizayn qilib ishlab chiqilgan bo'ladi. Pedal qismi ham ancha chiroyli, ham mustahkam. Orqa tomonlari ham temirdan bo'ladi bu qismlari va bu narsasi ochib turib egarini, ya'ni tepa past qilsa bo'ladi. Eng asosiy qulayliklardan biri shu. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirib ketamiz. Bemalol o'tib murojaat qilaverasizlar. Hozirda bu modelimizning narxi 900 ming so'm chiqyapti va 20 lik razmerimiz ham bor. Uni narxi 850 ming so'm chiqyapti. Bu modelimiz 24 lik model bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor. Albatta, kelishilgan holda pulli bo'ladi. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar. Mana Langar metandan o'tganda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qiling.